Mana meni ishlaydigan joyim. Soat 9 da ish boshlanib, 6 da tugaydigan ish. Bu meni yotoq joyim. Sizlarga bir ishxonani obzor qilib beraman. Bu yerda temir, tersak, xullas santexnika, pantexnika degan narsalar hamma yo'q o'sha yerda ekan. Faqat bu yerda optim sotilar ekan. Men uchun ertalabda osh qilishayotgan ekan. Yaxshi odam osh ustiga deydi-yu. Birinchi ish qilaylik, kelgan oshimiz dedim-da, shuncha musorlar yig'ilib qolgan ekan, shularni yig'ishtirib, hammasini ichkariga olib kelib shu yerlarni pokiza qilib qo'yasan dedi. Bo'ldi gap yo'qda, biz ishimizda deb ishga kirishib ketdim. Chinniday qilib 2 soatda chiroyli qilib tozalab qo'ydim. Tozalab bo'lishimga ela ko'chada gazonni ustiga turpa sepish kerak ekan. Chiroyli qilib hamma joyiga turpa sepib chiqdim. Uni ham go'zal qilib bajarib qo'ydim. Osh pishdi, oshga kelinglar deb chaqiruvdi. Yugurib kelsam osh solayotgan ekan u aka. Aka povram 20 yildan beri oshpaz ekan. Oshni qilganim sababi shu skladda boshlig'ini Vadim akamning tug'ilgan kuni ekan. Akmaljon oshdan go'shtlarni mayda-mayda qilib, qiyma qilib to'g'rab yubordi-yu. Oshni maza qilib yedik. Mana o'tiradigan joy faqat ichkaridagi boshliqlar uchun. Vadim aka so'zga chiqib, bu narsalarni yo'lda hamma tabriklab qarshi chavordi. Hamma xursand. Shun bilan vaqt уже 6 bo'ldi. Oxirgi ishimni qilib qo'yib, bugunlik kunga 200 ming so'm plyus qildim. Bugunlik kunni ham tugatdik. Mehnatning tagi rohat degani shu ekanda. Bu kunlarda 1 yildan keyin million dollarlarga qodir bo'lganimdan keyin eslab yuraman. Aytgancha, podpiska tashlab qo'yinglar, o'masizlar bardeshkanglar bor-ku, vashcha zo'r motivatsiya beryapti.